Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida, Urganch City'de, Aeroportski'de 5 qavatlı taza qurilgan domimizni 3-chi qavatında ham 4-chi qavatında 2 xona 60 kvadratdan korobka holda. Srochniy sotuvga qo'yildi. Birgalikda danışib o'tamiz. 3-chi qavatdagi nalichi sotiladi, naqd 4-chi qavatdagi birlamchi subsidiya qilib olsangizlar bo'ladi. Eldan ko'rib tursangiz, deski plashatkalarimiz bor, parkovочный местamiz bor. Shuningdek, elde keng tushgan. Biz eshon qismi bilan danishaveramiz. 3-chi qavatga keldik. Aytib o'tganim 5 qavatli. Tak, 3 xonadan tushgan ekan, eshiklarimiz yaxshi. Sifatli eshikdan zamonaviy o'rnatilgan, esa eshon qismi bilan danishaveramiz. Bismillah. 60 kvadrat. Tak, dvorimizda oshxonasi, balkon, spalniy, zal. Oyoq deymiz. Sechkadan chiqib turibdi, podmayak. Berimiz. Sanuzeli. Berimiz oshxonasi. Gaz sochiklar o'rnatilgan, suv sochiklari ham qo'yilgan. Orqasi keng, medallik, yo'lning ustida. Bu yan tarafimizda yana balkon. Prixojimiz ham keng tushgan. Berimiz spalnisi. Bu yan tarafımız zal. Uzunluğu 6 metre, yerine 3,5 ziyade tushgan yurtdoshlar 60 kvadrat. 4-chi qavatda ekan, xuddi ishining bir xil, ikkisi bahası 360 milyon so'm, kvadrat 6 milyon so'mdan tushadi shunda. Berimiz naqd sotiladi 3-chi qavat, 4-chi qavat. Subsidiya birlamchi qilib olsangiz bo'ladi, bahasi salgina o'zgarish bo'ladi yurtdoshlar. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda nomerlarga chiqaverasizlar, like bosib do'stlarga yo'l qo'yinglar, sog' omon bo'linglar, ishlaringizga omad.